Xo'rakni yo'qotish tez emas. Xo'rak tartish odamni nurg'un xatarga duchor qiladigan, ammo nurg'un odam toza diqqat qilmaydigan kasallik. Bu xil kasalni davolamak uncha tez emas. Tibobat qomuslarimiz bizga uning oddiy retseptlarini aytib beradi. Birinchi retsept: 5 taldan 10 talgacha kava içinde 1 stakan çay demlab, çay soğugandan keyin içimiz. Uda 5 gün içip bersak önümü yaxshi bo'ladi. İkinci retsept: xo'rak tartadiganlar yostiqni pastroq qo'yib yetish bilan billa burunga bir necha tomchi burunni ravonlashtirish temitmisi temitib bersa önümü yaxshi bo'ladi. Uxlashdan burun cheka va burun ko'mirchigini o'lab berishmi xo'rakni yo'qotadigan yaxshi usul. Üçüncü retsept: eng oddiy usul shuki, dorixonalarda setilayotgan eg'iz chayqash suyuqligidan suvga bir necha tomchi qo'shib, uxlashdan burun eg'izni chayqab bersa, xo'rak barbara pasiydi, oxirida yo'qab ketadi. Bu xil eg'iz chayqash suyuqligida simolamiya bo'ladi. U kanay shilimshiq pardasining qon bilan ta'minlanishini tezlatib, bu a'zoda qon to'liq bo'lishga kafolatlik qiladi. Buning bilan nafas olishga qatnashadigan muskullarning roli normallashib, xo'rak tadrijiy pasiydi va oxirida to'xtaydi.